biz bilma tin kerak emas hozircha. Bizga yana boshqa qishloqcha kerak. Bizga darajali uyga kirsak ham lekin normal. Bizga sumka kerak, backpack, ya'ni bitta backpack va ovqat kerak. Asosiy ish backpack. Qoch. Qo'lama. Nikel. Yo'q, bu nima? Krabmi? Uradimi? Nima berdi? Hech nima bermadi. Hech nima. Aytol bunaqa da oz o'ylamani. Menga kerak 3 sindiradigan kirka kerak. Sindirsa 3 sindirsan yaxshi. 3 lekin yaxshi 3 Ali texnologiyalar yasash kerak. Tilim aylanmay qolyapti. Unchalik tilim yaxshi aylanmaydi. Biz ikkita malini uvol qilmaylik. Gazini ochamiz va bu yoqqa o'tib ketsak, lekin yo'q, temir gaz kerak edi. Temir olamiz. Fulbroni yig'ilishiga ham oz qolibdi. Temir baribir yaxshi. Olmosga qaraganda temir kamroq ketadi, lekin olmos qimmatroq. Nimaga? Bo'rivachalar. Bu o'zi bo'rimi? Bo'ri ekan. Nimaga o'ynaqiladimi? Ularni nima qildim? Urganim yo'q. Shunchaki o'tib ketdim. Bo'ri judayam ko'p turdagisi bor ekan. Bu yerda eng muhimi, bu yerda ovqat. Qachonki texnologiyalarni to'ldirib olmaguncha va sxema yasamagungizgacha. Sxema yasash kerak. Ayda kimnidir uyga yana qishloqcha, qanaqadir uy, qishloqcha u menimcha o'sha uy darajali uy bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Lekin darajali uy bo'lsa mumkin. U qishloqchadan ko'proq somon va non olishimiz kerak. Qayzo qotil. Qassob qotil odam o'ldirgan odam qotil bo'lsa kerak. Qo'y o'ldirgan odam qassob. Men qassobman. To'g'ri. Darajali uy. Eshikka qaytamiz. Darajali uyni eshigiga kiramiz. Yeymiz. Qorinni to'qlab chiqaylikmi, tushaylikmi? Avval chiqamiz. Birlashtiramiz, buni olamiz, buni ham olamiz. Bular Loman Glowstone. Unchalik tushunmadim. Hozircha bular kerak emas va aytgancha o'zi pasta pishirib olsa bo'ladi-yu. Tarafni olib ketamiz. Bu yerda nima qilib? Buni qo'yamiz, buni ham pishiramiz.
qo'y go'shtiniyam pishiramiz va ho'kazlar. Bu pishdi, buni qo'yamiz. Bu menimcha pishgandan keyin ko'proq narsa bersa kerak. Yarimta va hozir 2 yarimta. Yaxshi. Asosan burada eng kam bu ekan, bitta. Buni pishirsak 3 ta to'liq. Buni olamiz. Bu ham bitta, bu ham 3 yarimta bo'lsa kerak. 2 yarim, 3 ta. Bu 3 ta, bu ham 2 yarimta bersa yaxshi bo'lardi. Hammasini olamiz va pechkani sindirib ketamiz. Pechka savol, Asent nima qilyapsan? Asentdan dangasa odam bo'lmasa kerak bu dunyoda. Albatta yo'q, chunki men yagona dangasa odamman. Temir, aytgancha temirni ham eritamiz, buni ham eritamiz. Buni olamiz, buni yeymiz. Aytgancha bu yerga kirishdan oldin istagim bor edi. Bu yerga kirishdan oldin qishloqchaga borsak, mumkin u yerda boshqa narsa ham bo'lishi mumkin. Go, Asent. Ay. Asent. Agar yaxshi o'ynayotgan bo'lsam, xafa bo'lmaslar, chunki men unchalik zo'r o'ynay olmayman. Hatto gapirishni ham do'doqlanib qolyapman. Qishloqcha judayam katta ekanmi? Yo, 3 ta 4 ta qishloqchani birlashtirib olishgan mumkin. Bo'lishi mumkin. Somonni olamiz. Bizga ovqat kerak. Menimcha men ip oldim-da, jun bor, yana 1-2 ta jun qo'shsak. Sigir bo'lsa kerak. Bu yer nima? Kanyonmi yo nimadir tushganmikin? Nimadir tushgan bo'lsa olishimiz mumkin. Meteorit tushgan ekan. Bo'ldi. Meteorit. Ne olamiz? Shuni oltin olmaligi kerak menga bitta. Buni darajali uydan bersa kerak, oltin olmalik. Oltin olma. Oba, bitta o'zingiz nima qilyapsiz bu yerda? Turing, dunyo aylaning, o'lib keting. Sen galem bor ekan. Og'a, siz hali o'lmaskansiz. Galem bor, lekin juda ham ko'p bo'lishdan ham hozircha bek yashashim kerak. Bek. Bes. Ay. Nimaga xato yozyapsiz, Asent? Asent, ay. Yana bitta kerak, yana bitta jun. Yana biridan jun. Menga jun sotasizlar. Turing, yoqaling, hozir uraman sizni. Oy. Hozir o'lasan, Asent, o'lasan. O'lasan demasdan ovqat ye, Asent. Asent. Mana shu narsa menga kerak edi. Menga kerak.
Asentga hamma narsaga kech bo'ldi va nimaga uxlamayapti? Endi uxladi. Bo'ldi. Men sizni tushundim, og'am. Bo'ldi, endi yomg'irni to'xtatinglar, Odam shuncha yomg'ir yog'adimi? Shuncha yomg'irni nima qilasizlar mana bizni? Ochamiz, olamiz. Bizni etigimiz kuchli emas ekan. Unda bizga hozircha kerak, biz qishloqchani aylanib chiqib bo'lmaniga bir kelishim kerak va keyin qaytib darajali uyga tushamiz. Qayerga bormoqchi edim? Mana bu yer. Bo'ldi. Nima qilmoqchiligim esimga tushdi. Menimcha buni qo'yamiz. Bek. Ey, sandiq. Ikkita olamiz. Birdaniga ikkita bek. Birdaniga ikkita bek. Bo'ldi. Bek bilan ochiladi. Bo'ldi. Ana endi bo'lsa, juda ham ko'p. Tushiramiz va qancha berdi? 60 bitta. Chort, bu nima o'zi? Bu menga nima kerak? Qalqon kerak. Yo. Ey. Yoping mana buni. Og'a. Biz endi qiladigan ishimiz birgina tovuq ish. Biroz qilib oldingizmi? Endi bizda bek bor istagancha. Mana bunga bo'ladi qilchi. Ko'p narsamizni bek-bekka tiqamiz va darajali uydan ham bek chiqishi mumkin. Ehtimol katta. Aytgancha menda izimrud bor edi-yu. Izimruddan tapor va kirka. Kirkani uloqtiramiz. Taporni ham uloqtiramiz. Endi ikkalasini ham uloqtiramiz. Darajali uy orqada tilim aylanmayapti unchalik. Xafa bo'lmaysizlar degan umidaman. Va xafa bo'lsanglar ham unchalik foydasi yo'q, chunki tilim aylanmayapti rostdan ham. Unda hozir biz darajali uyga tushamiz. U yerda juda ko'p narsalar bor. O'sha yerdan olib ishlata. Nimaga u yerdan olib ishlatasan? Asentni tomi ketyapti. Fakilchani oldik, va boss. Oxirigacha tushsa bo'ladimi, lekin bek to'lib qolsa yomon. Ko'p narsa ola olmaymiz-da, shunga bek to'lib qolsa yomon.